Salom hammaga, sizlar bilan Abdulloh Babik. Bugun ertalabdan open case bo'lyapti. Nimaga? Chunki hammadan birinchi olib Fraunni ochishimiz kerak. Iloji boricha olishimiz kerak. Plus eng arzon yusiga o'zimiz olishimiz kerak bo'ladi. Qanday desanglar, hozir 3800 tashab qo'ydim akkauntga. Qani birinchi olib hozir bunaqa bonus kelgan. Bonus ham omoz zo'r bo'ldi, shu bonusdan kelib. Bonus kelishiga уже Fraun ham keldi. Ikkalasini bittada vaqtiga keltirdi, hop. Hozir bonuslar bilan почти bizda bonuslar bermayapti. Mayli pakopani tartib boshqatdan chiqib ko'ramiz tezda. Bonusni nima qilganman? Tezlashtirganman. Ertalab soat 5:30 bo'lyapti. Montaj bilan o'sha soat 6 ga yaqin tez YouTube'ga qo'yiladi. Hammadan birinchi olib biz Fraunni ochgan bo'lamiz. Qani 5600 bor hozir bizda. Yangi X kostyum bilan Fraun keldi. Buni o'chirib qo'yamiz. Qani bismillah. Open case boshladik. Bunaqa open case biz akkauntimiz ham omadli, o'zimiz qo'limiz ham omadli. Hamma biladi, ko'rganlar biladi. Mana birinchi o'ntalik. Hop. Bu akkauntim bilsanglar oddiyroq akkaunt. Ikkita biladigan berdi, yaxshi. Qanday omoz zo'r qilib qo'yibdi. Fraun kelib 3 kostyumni qaytarib qo'ydi. 5600 tushami tushmaydimi bilmayman, lekin omadini sinab ko'ramiz. O'zim endi bilsanglar 1200 shu tushirgan bo'laman. Shu kiyimini, ya'ni. Voy, Fraun shpol. O kadar neçe yüzü? 2700 yüzüge 2800 yüzü uzağı. 3000 yüzüge olmadı, hatta şuraya 3000 yüzüge Fraun şuraya. Vay deli. Bratımı sakran çakırıp doyduruyordu. O kadar. Yebat Fraun o kadar. Tezde bunu bekitmeyelim. Biroq ko'rib qolmasin. Tezde open case'ga qaytamiz. Voy, tarlar yomon shu. 2100 3100 ga bo'lmadi. 2800 ga tushdi. Bilaman Fraun X kostyum zo'r ekan. Qaranglar. Ozgina qolyapti уже. Ikkinchi leveldan qilib qo'yishimiz kerak shuni. Ikkinchi leveldan qilib qo'yishimiz kerak. Nixuya себе, yomon tushdimi? Ketdi, mashinadan ham o'ntalatamiz. UMP'de aynaqasini yugurish itrini berdi UMP'de. Bu UMP ham bor eng qizig'i. Yo'q. Ya, so'ngaqsi ham chiqoldi. Yerbay. Bu qanday full olyapti o'zi. Full olyapti. Oraya arzimagan yusiga. Open case kimdir open case qildirmoqchi bo'lsa, menga yozsin, o'zim open case qilib beraman. Buldiropdan ham qilib beraman, tashqaridan ham qilib beraman, oddiy pul solib o'tadigan bo'lsa. Telegramga yozinglar, birinchi bo'lib Telegramga obuna bo'linglar, Telegramga yozinglar. Videoga like bosing, umuman esdan chiqmasin. Bombasini ham berdim, motovasini ham beryapti. Emotsiyasini ham berdim hozir. Fraun emotsiyasini ham berdi hozir. Da, ikkita o'ntalik qoldi. Yoy, bilin, emotsiyalar qarang, emotsiyalar yomg'iri. O'zimda bordi bu, bir kelganda olgan. Voy, billa, tushib qo'yganini qaranglar. Mingtadan jonimga qolding qizim. Balamash 3 dona kerak edi, menga ikkita ekan bu yerda. Ikkita yetarkan. Bu 2 tane olamiz. Ertaga yana open case qilsak yana. Ertaga open case qilsak buni qilamiz. Ozgina qolyapti. O'sha menga bonus ham ozgina qoldi. 100 tugab qoldi.
Boris mana garantini ikkitasini ham olamiz, xudo xohlasa. Ko'rgan bo'lsanglar, hammadan birinchi bu O'zbekistonda birinchi bo'lib biz Ufravni oldik. Plus eng arzon UC ga oldik. Bunaqasi hali bo'lmagan. Videoga like bosib esdan chiqmasa, ertaga davomlari bo'ladi buni. Akkauntga populyarni dashab qo'ysalar ham yo'q bo'laman, plus qaytarishga harakat qilamiz. Sumkasi bilan Ufravni уже full qilamiz. Erta-petda yana kuchaytiramiz bu Ufravni. Like bosish esdan chiqmasin. Kommentariyada har doim 60 bor. Hammaga omad. Open case injig'i bo'ldi lekin.